Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və Biz proqramımızın 95-ci sanlı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görülmələrimiz, həmənlər məlum bolğandək biz bu proqramımızı uzun dünyan davam qılıbatımız. Hər bir müsəlman, hər birimiz çoxum dinimizdəki şu sözlənilən, bu proqramda sözlənilən temalarını çoxum qarğılaçı emas, onu ilim, Kur'an ve sünnetinin ruhiga uygun şekilde düşünüşümüz gerek boğan xilma-xil temalarını ayrım mavzu tema şekilde oturuq qoyub huzuruna sunup kelyapmiz. Rabbim inşallah ömür versə mağalığa cəmiyyətini ümid qılımız inşallah. Ve bu sözlənilən məzmunlara hər birimizin şununla tegişlik əməl qilishqa ham müyəssər qilishini Rabbimizdən sorayımız. Adı bilen programımızın daimlik mekmeli həmələ tanışıq bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi əzası şunaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qıldıq. Qımmetli vaxtını çıxırıb qədəm təşərrüf bəyan üçün köp rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarixliyatını ekran alda çıxıb duruyatqan numarımız şunaqla ictimai uçur vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga alaqadar her qandaq fikir, teklif, suallar bolsa soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəharlab qoyuşuna hem unutmayıslar. Bugünkü temamız elbette tünügümüz elanımızda bəgəndək sekularizm ve onun xarakteri haqqında toxtulduğanlığımız degan toq. Elbette bu bir haftadan buyan ictimai uçur vasitələrdə qaynab atqan məsələ həmmizga ma'lum. Kolumuzda telefon var, arqandaq Uyğur belki bu meselelerini kaçırmağımız gerek, bir xəbər qılmağımız gerek bu meselelerden. Biz ötken qatımlıq sanımızda təqdirinin uğurlaşdırışı oluşu mümkün hamdi. Biz iman bilen günlük turmuşunu ayırıb etişinin xətiri haqqı toxtalğandıq 94-cü bölümdə. Bu yerde bir bugünkü temamız asli onun devamı hem bu bulatdı ama tuyuqsuz bu narsa ictimai uçur vasitələrdə bu tema oturuq qoyuluşqa başladı. Biz ötken qatımız sanımızda asaslıq bir Müslümanlıqı, yani iman etqan Müslümanlıqı din ayrım narsa ama siyaset ayrım narsa deb qaraydigan siyaset, əxlaq, münasibətin tamamen ayrım narsa deb düşündüğən bu xata uqumninki nə iş ikənligini toxtulub ötken toq. Hem bu sekularizm meselesi hazır gün tərtib gelip bu şunda pat cemiyetini bir nəsini bilmeyi durup İslam'ın özümüz itiqad qılıb atqan dinnin məzmununu bu sekularizm degəndək veya ki başqa hər xil uqumlar elbette biz bu İslam'a biz programımızda nurgun fərqli temalarda toxtulub ötdük bu məsələni. Böyle demokrat meselesi olsun, liberalizm meselesi olsun, dinsizler, elmanizm deb deyilib atqan məsələlər olsun, özünün növbəti gəlgəndə toxtalğan bolduq hamdi. Bu uqumlarının ki, bizdək bir yüksek mədəniyyətə ega bir Müslüman xalqının ki, Müslümanların ki, əslində bunundək tigi biz bilen hiç alaqısı bulmağan, nəsəyə ihtiyacımız bulmaydıgan, qolumuzda bir əngüşlər turub, dinimizni yaxşı düşənməyənligimiz üçün başqalarının ki, ma'lum bir derecede bizga yiqib qolgan, quluqimizga xo'sh yoqqan yoki bizning arzu qilgan narsamizga yerimizdan chiqqanligi shuni o'zimiz tekshirib qarab, shuni o'zimiz shu tushungan nuqtadan qarablam o'zimiz yüz tushunmagan dinimizda xuddi bu erkinliklar, bu kengirchiliklar yo'qdek, xuddi dinimiz bizni cheklab qo'yayotgandek ashundoq tushuncha kelib başqalarının sözləvatqan nəsi bizə həsəldək tuyulub kitib, şunun keyniga qarğularca əgişdən ibarət bu vaba bütün İslam dünyasıda, faqat bizdə emas, Ərəb dünyasında həm bu uqum düşüncə, çünki təşviqatın həmmisi bu hər xil İslamdan yiroqlashtirish üçün barlıq tirişçanlığını qılıb atqanlıq üçün köpləb bunu bütün dünyada Müslümanların arasında küçəb tərğib qılınıb atqanlığı bunun en yaxşı sistem ikənligi insanların bəxt saadət üçün bilən muşu sistemdən başqası bulmaydıqanlığını təşviq qıldı hamdi. Bunu əslində biz Müslüman bu üstündən dinimizni yaxşı düşənsək, əslində bunun hiç ihtiyacımız bulmay turubmu gülləb yaşayalaydıqanlığımız qolumuz bir əngüşlər var. Şunun üçün bugünkü temamızda bu temini biraz bir muqaddim şəkildə düşünüb ötəyildib oturubduq.
Hürmetli ustadım da aldırılan şu sekularizm degan nima degan şu qumdan boshlab kelgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Sekularizm degan bu atalgı insaniyet tarixidagi eng g'uva, eng aniqsiz, eng tushuniksiz bo'lgan atalg'ulardan biri hisoblanadi. Xo'sh. Chunki bu atalg'u 4 asr mobaynida o'zgarib turgan bo'lg'achqa, taraqqiy qilib turgan bo'lg'achqa, har xil tunishtirilgan va her ellerde yoki her davlatlardagi tatbiqlanishi farqli bo'lgan bir atalg'udan iborat. Bu atalg'u haqida g'arb dunyosidagi manba xarakterlik ikki manbadan tonishtirish bayon qilamiz. Masalan, Angliyaning ensiklopediyasida, Ma'arif ensiklopediyasida skolarizm tonishtirib, skolarizm degan kishilarni oxirat ko'ngil bo'lishdan dunyoga ko'ngil bo'lishga yuzlantirilgan ijtimoiy harakat bo'lib, dinga va xristian dinga qarshidir deb tonishtirgan. Xo'sh. Bu Angliyaning Ma'arif ensiklopediyasi bunda tonishtirgan bo'lsa, Amerikaning Ma'arif ensiklopediyasi skolarizm faqatla dunyo hayotini maqsad qildi. Dünya hayatını terakki kıldırışını, güllendirişini nişan kıldı. Lekin Hristiyan diniga karşı durmaydı deb tonuştuğun. Bu birisi Amerika, birisi Angliyadagi Ma'arif ensiklopediyasininki belgen tonuşturuşu. Bundan başka nurg'unlagan har xil tonuşturuşlar var. İki tonuşturuşdan o'zim bir-biriga zid. Hamda İslam dünyasından, İslam ulamaları, mutafakkirlardan ikkilardan tonuşturuşni alaylik. Mesela Mutafakkir alim Doktor Yusuf Qardavi skolarizm tonuşturup, skolarizm degan dinni insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotidan yiroqlashtirishdir, ya chiqarib o'tishdir deb tonuşturgan. Yana olimlarimizdan biri bo'lgan mutafakkir alim Muhammad Emari skolarizmni davlatni yoki siyosatni dindan ayirib turib, faqat aql bilan idora qilish yoki boshqarish yoki tadbir qilish deb tonuşturgan. Demek bu tonuşturuşlarını jiqqa vaqtimizda, xulosaga vaqtimizda skolarizm degani hayotni yoki davlatni yoki siyosatni diniy manbalardan ayirib o'tib, yoki o'zimizga tatbiqlash vaqtimizda ilohiy vahiydan ayirib o'tib, faqat aqlning natijasi, aqlning yakuni bilan idora qilish, boshqarish demakdir. Xo'sh. Skolarizm bir xil emas. Tatbiqlanishim bir xil emas, turmi bir xil emas. Biroz ekan turib kelishimiz mumkin. Xo'sh. Skolarizm cho'ng qilib ikki turga bo'linadi. Birisi juz'iy skolarizm, buni arabcha almanizm deymiz. Ya qisman skolarizm va umum yuzlik skolarizm deb ikki turga bo'linadi. Qisman skolarizm bo'lgan vaqtida bu faqatlam dinni davlat hayotidan yoki siyosiy hokimiyatdan yoki siyosatdan ayiruvchi maqsad qildi. Lekin insonning shaxsiy hayotiga, ijtimoiy hayotiga chaqilmaydi. Xo'sh. Buni masalan Amerikada va boshqa g'arb ellarda buni ko'rgani bo'ldi. Bugungi holatini. Endi bu skolarizmning yana bir turi umumyuzlik skolarizm deymiz. Umumyuzlik skolarizm bo'lgan vaqtida bu insonning hayotidan diniy prinsiplarni va diniy qimmat qarashlarni tamoman chiqarib o'tdi. Xo'sh. Yiroqlashtirdi, balki inkor qildi yoki qarshtirdi. Biz bunun tafsilotiga biroz kelamiz. Bu yuqori qadri skolarizm degan nima? Degan bu atalg'uninki g'arb dunyosidagi va islom dunyosidagi olimlarningki tonishtirishlardan iborat. Nasıl bu skolarizmninki qanday paydo bo'lganligi haqida biroz bir to'xtalgan bo'lsak. Skolarizm degan bu atalg'u yoki arabcha almanizm degan bu atalg'u Yevropada 16-asrda buning boshlanish tarixi o'zini Allohning vakili deb qaraydigan, mutlaq haqiqatning sohibi deb da'vo qiladigan va butun huquqninki ochqish bizda deb da'vo qiladigan chirkovninki hukmronligiga yoki chirkovning nufuzi qarshi holatda maydon kelgan bir iqimdan yoki nazariyadan iborat. Demak, bu nada shakllandi? Yevropa shakllandi. Qanday shakllandi desa, chirkov qarshi chirkov nada desa,
o'zini Allohning vakili edi. Bu Hristiyan dinining nazariyasi yoki Hristiyan dini poplarning nazari chirkov. Islomda u ish mavjud emas. Hech qanday bir inson payg'ambardan boshqa hech kim kesib bir narsa yeyolmaydi. Islomdagi mutafakkirlar, olimlar bo'lsin, xatolish ehtimoli bormi, xatolish ehtimoli bor. Hech kim vakil emas insonlarning ichida. Anin kendidan islomdagi hech qanday bir inson yoki hech qanday bir olim mutlaq haqiqatning sohibi deyilmaydi. Chunki payg'ambardan boshqa bizning nazarimizda mayli olim bo'lsin, mayli siyosiy bo'lsin yoki faylasuf bo'lsin, xatolish ehtimoli bor deb qaraladi. Endi huquqning manbasi millat islomdir. Qandaqdir bu yerda muayyan bir turkum odamlarning qo'lida emas, o'xshamaydigan taraf. Endi bu Yevropa zaminida maydonga kelgan bu atalg'u Hristiyan dinining siyosiy erkinlikka qarshi turishi, ilm, ma'rifat maydoniga to'sqinlik qilishi, yangilik va taraqqiyotga qarshi turish nopozini yo'qotish uchun maydonga kelgan. Yevropa zimidan maydon kelgan bu atalg'u Hristiyan dinining siyosiy erkinlik to'sqinlik qilishi, ilm, ma'rifatga qarshi maydonga turishi va yangilik bo'lsin yoki taraqqiyot bo'lsin buning yo'l qo'ymasligiga taqobil turish uchun maydonga kelgan bir atalg'u. Shuning bilan birlikda bu atalg'u biz davlatimizni yoki jamiyatimizni yoki siyosatimizni Hristiyan dini bilan emas, balki aqlimizni ishlatish orqali, aqliy tafakkur orqali boshqaramiz, idora qilamiz deb maydonga kelgan bir atalg'udan iborat. Xo'sh. Hristiyan dini maydonga kelgan tartib yoki dunyo kelgan tartib hali uzun zamongacha davlatsiz din bo'lib kelgan. Ya'ni davlat ishlariga aralashmaydigan bir dindir. Jamiyatning qonun manbasi yoki hokimiyatning tuzumi bo'lib boqmagan. Hali uzun muddat. Ya'ni hali uzun muddat deganimiz milodiya 11-asrgacha. Hristiyan dini davlatsiz dindir. Davlat ishlariga aralashmaydi, yoki jamiyat qonun manbasini taqdim qilinmagan yoki hokimiyat tuzumini yo'l qo'ymagan. Chunki Hristiyan dinining aqidasida siyosat kitobini, siyosatlarga da Alloh taolo ishni Alloh va ishkini bir-biriga aralashtirsa bo'lmaydi deydigan bir prinsip bor yoki bir nazariya bor. Buning asosan bular hali uzun muddatgacha bu siyosat ishlariga yoki davlat ishlariga aralashmagan. Bu Hristiyan dinidagilar yoki chirkov o zamonlarda faqat insonlarning bir ruhini paklash markazlashtirib davlat ishlariga yaqin kelmagan. Yuqori deganimizda 11-asr qadar, milodiy 11-asr qadar bu Hristiyan dini siyosatga bevosita kirmagan. Bu tarixdan boshlab bu chirkov tadrijiy kuchayishga boshladi. Nopozini oshuvdi. Nopozini oshuvgandan keyin bular siyosatga aralashishga boshladi. Qo'l tiqishga boshladi. Mag'firat qilish yoki gunohni kechirim qilish cheki orqali podshohni yoki valini yoki emirlarni xohlagancha huquqi turg'izgan yoki eptashlaydigan bu siyosatlar podshohni qo'chaqqa yoki shaxmat taxtasiga aylantirib qo'ygan bu tarix amaliyoti bor. Demak, chirkov bu tarixdan tortib 11-asrdan tortib siyosatga aralashishga boshladi. Bu vaqt o'zining asli vazifasi bo'lgan ruhni paklash iborat vazifasidan halqib ketdi. Bu vaqtda dunyoga tava ishlar yoki dinning ko'rsatmasi bo'lmagan bu ishlar muqaddaslik to'rniga yuzib qo'ydi. Asli xristianlikka qarasak ruhni paklash. Bu yer to'xtab qolsa bo'ladi. Lekin bular dunyoga tavash, ya'ni keskin hujjat bo'lmagan, inson tafakkur qiladigan, izlanadigan, tajriba qiladigan, tadqiq qiladigan dunyoviy nurg'un ishlar, masalan, ilm-fan nazariyasi, siyosiy nazariya degan o'xshash. Bu sohaga muqaddaslik to'rniga yuzib. Ya'ni demakchi o'g'ini, popning degani rost, undan boshqasidan degani bo'lib qolsa, masalan, Galileo bo'lsa, ya'ni bir nechasi ko'tarib o'tganda hammasidan shaytonning ishi, hammasi zalolatning ishi deb bilan o'ziga muqaddas to'rniga yuzdi, boshqasini qabul qilgan olmaydi. Endi bu siyosat maydonida ko'pincha o'zgarishchan keladi. Islomning falsafasi olmaydi. Hammasi muqim emas. Yoki faqat prinsipsizlar kim kelsa bazo soladigan bir ish emas. Biz buni ilgari ko'p to'xtaldik. Siyosiy masalalar ko'pincha o'zgarishchan bir masala. Bu o'zgarishchan qiladigan masalalarni bu chirkov buni o'zgarmaydigan bir nuqtaga yoki masalaga aylantirib qo'yadi. Bu sababli Yevropa tushkunlik, zulmat, tengirqash bosqichiga qadam qo'ydi. Hali uzun 11-asrdan tortib 16-asrning oxiriga qadar bu davrda chirkovning kontrolli ostida zulmat ishlar. Fransiya inqilobi. Yashab keldi. Hammasi Fransiya inqilobi boshlangan qadar.
bu davrdagi papalar shakllantirgan tuzum bo'lsin yoki papalar tabriklab o'tirib chiqargan Sharlamanga o'xshash yo boshqasiga o'xshash papalar tabriklab chiqqan podshohning tuzumi bo'lsin, bu davrda o'zlarini nima deb tanishtirdi desa, ilohiy haq nazariyasi bilan tanishtirdi. Ya'ni papaning tuzumi bo'lsin yoki podshohning tuzumi bo'lsin, papalar tabriklab chiqqan. Biz hokimiyat yurgizgan bo'lsak, Allohning nomi bilan yurgizyapmiz. Bizning chiqarganimiz 100% haq. Bütün vahşi. O vahşi. Bizning deganimizdan to'g'ri qolganini hammasi batil. Bizning deganimiz kimmisan sen, kafir olsan deb ya o'tadi yoki zindon tashlash. Köydürüş. O bu. Bu reallik Yevropa zeminida yaşaldığımız yaşandı. Bununki jarayoni bu. Xo'sh. Kelib chiqish holati bu. Bunda bir holat yuz bergandikan, bu yerda bir inqilob portildi. Skolarizm inqilobi maydonga keldi. Bu skolarizm inqilobi qanday portildi desa, davlatni va hokimiyatni muqaddas o'chirib qo'ygan. Ya'ni poplarning davrida davlat muqaddas, hokim bo'lgan odamlar, sulton bo'lgan yoki podsho bo'lgan odam muqaddas, uning chaqirishga bo'lmaydi, tushirishga bo'lmaydi, yoki bir ish qilishga bo'lmaydi. Bu holatga kelib qo'ygan. Dunyo ishlarini qatmanlashtirib o'tgan. Taraqqiy qilishga bo'lmaydi. Masalan, ba'zi nazariyachilar nazariyalarini, tabiiy fan olimlarini inkor qilib, bu tarix yamanchiq. Xo'sh. Bu aqli va izlangan odam nisbatan ochiq bir masala. İlim ma'rifat yangilik bo'lgan bo'lsa, buning qabul qilganini to'sqinlik qil. Bu sababdan chirkovninki davlat bilan hokimlar muqaddas qilib qo'ydigan ilm fanga yangilikqa qarshi turgan bu nopozni urib tashlash uchun bu yerda inqilob shakllan. Ya'ni skolarizm inqilobi maydon keldi. Bu inqilob maydon kelgandan keyin chirkovni yiroqlashtirdi. Dindan ko'rsatmalar yiroqlashtirdi. U vaqtda bular davlatni, jamiyatni nima bilan boshqaramiz? Aql bilan boshqaramiz. Ilgirki ummatlarning, ilgirki millatlarning tajribasi bilan boshqaramiz. Din bu yerga aralashmaydi. Ya'ni chirkovning dini siyosiy hayotga qat'iy aralashmaydi. Bu inqilob g'alaba qildi, skolarizm inqilobi g'alaba qildi. Bu g'alaba qilgandan keyin birinchi qatim qilgan ish nima desa, chirkov desa, ruhni poklaydigan doirang to'xtab qol, siyosiy ishga aralashma deb cheklam qo'ydi. Shu vaqtning o'zi davlat bundan keyin aqli bilan, tafakkuri bilan, tajriba bilan idora qildi deb buni qonunlashtirdi va chirkovning diniy ta'limotlarini tamoman maydondan, siyosiy hayotdan chiqarib tashladi. Hamdaki mesele bu skolarizmning ijtimoiy hayot olsun yoki siyosiy hayot olsun, bu hayotni dinning ko'rsatmasidan yiroq holatda faqat aql bilan idora qilamiz, aql bilan boshqaramiz deydigan bu holatga keltirib qo'yishga sabab bo'lgan eng muhim omilimiz xristian dinining xarakteri. Xristian dinidagi din bilan davlatning munosabati xalqliq rol o'ynagan. Ya'ni skolarizm biz ijtimoiy hayotni, siyosiy hayotni dindan yiroq holatda aqlimizni tayinib idora qilamiz degan bu nazariyani kuchga ega qilgan eng muhim omil xristian dinining xarakteri. Hem poplarning buzilishi, o'zining boshqa turli narsalar, o'zining xohishi. Xristian dinining xarakteri. Chunki xristian dinining xarakterida din bilan davlat ikkisi bir emas. Chunki xristian dini din bilan siyosatni yuqori darajada ayrimizdek ayirib qaraydi. Bular dini bilan siyosatni ayirib qaraydigan mushu tushunchada yoki mushu aqidada bo'lganlik uchun Yevropa jamiyatiga yoki shu vaqtning jamiyatiga siyosiy nazariya yoki siyosiy prinsip yoki siyosiy falsafa taqdim qilinmadi. Biraz berilmedi. Her bir narsa buni muqaddas dedi. Bu hukm mandaq deb turib oldi, ammo jamiyatni sağlam idora qiladigan, bir insonga insonlikni his qildirgan, inson huquqini qo'g'daydigan, bir insonga amallik, xotirjamlik beradigan bir narsani siyosiy nazariya, siyosiy tuzumda shaklda taqdim qilinmadi. Bu eng xalqliq sabab. Yani sebeplerden birisi bu chirkov bir necha asr mobaynida hokimiyat yurgizgan bo'lsa-mu, bir jamiyatga bizning nazariyamiz, prinsipimiz ma'uda bizdan taqdim qilinmaganligi uchun, erengan bir narsaslar bir gunohkor bilan yoki mag'firat chekuvlardan jazolaganlik uchun bu jamiyatda bir bo'shliq paydo bo'ldi, siyosiy bo'shliq. Bu Yevropa qit'asi qarasa Roma davridan tortib burungi Gretsiya davridan tortib qonunshunoslik bilan to'lgan bir yurt. Bular bu bo'shliqdan foydalanib
bu dinning nazariyasidan tamoman yiroq holatda dinni bo'lmagandan keyin siyosiy nazariyani o'ttirib qo'ydi. Bu orqali din bilan siyosiy nazariya orasini tamoman ayirib etdi. Uning ustiga bu rimliklarningki manfaat nada bo'lib qolsa biz shu yerda manfaat uchun bu yerda biz vasitallab o'tolmaymiz, axloqiy nazariya qarab o'tolmaymiz deydigan bir falsafasi bor. Bu falsafa bilan xo'sh. Rimliklar bu yerda ustunlikni erishdi. Natijada cherkov ijtimoiy hayotga, siyosiy hayotga ta'sir ko'rsatdi, tamoman chekindi. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtimizda skolarizm g'arbdan uyg'unish davrida insoniyat jamiyatini dinning ko'rsatmalaridan yiroqlashtirish hamda davlatni yoki siyosatni faqat aql orqali boshqarish nishoni bilan maydonga kelgan bir nazariya yoki bir hukm yoki bir atalg'uga iborat. Xo'sh. Bu sababdan bu skolarizm falsafasida inson faqat aqlning yakuniga, aqlning natijasiga bo'ysundi. Chunki bu nazariya din bilan bo'lgan munosabatni tamoman uzib tashlagan. Bu skolarizmniki Yevropa ta'sirida paydo bo'lish jarayoni. Ama bu yerda faqat yuqorida so'zlangan balkim programmaning jarayonida davomida chiqishi mumkin. Ya'ni sekularizm degan vaqtimizda faqat davlatni dindan ayirib idora qilish degan tushunchalar emas, balki bu har qanday g'ayib, ilohiy, axloq bu narsani tamoman rad qiladigan shaklda dinning ko'rsatmasini inkor qilgandan keyin balki biroz ekan xarakter degan yerga to'xtalamiz. Xo'sh, xo'sh. Skolarizmning xarakterini bilsak, bu tema shu yerda munosib. Haqiqatan so'zlab o'tganlardek, men shu so'zlayotgan vaqtida masalan bu qanday paydo bo'lishdiki jarayonni anglagan kishimi ya'ni tamoman musulmonlarga hech qachon yaqindan yiroqdan bizga oid bo'lmagan, chunki bizning dinimizda asla bu yuqoridagi so'zlangan narsaning hech biri bo'lmagan. Hamma shu kichik vaqtlarimizda balkim bizning yoshlarimizdagi insonlarning hammasi bilishi mumkin. Mim deb bir karton film bordi. Galileyning gapi chiqib qoldi-ku, tamam. Shundan da bu filmda kichik vaqtlarimizda ko'rib turgan nurg'un kashfiyotlarningki kimning tarafidan qilganligini, shu filmning nurg'unlagan bo'limlarida shu yerdagi cherkov hokimiyatining mustabidligi, hech qanday ilm hamma narsaga qarshi bo'lganlik sababidan yangi bir narsani kashf qilganlarni hammasini tutib so'lab, o'ldirib, ko'ydirib qilgan shu sahnalar nihoyatda ko'p ko'rganlarning esida bo'lsa kerak bu filmni ko'rganlarniki. Hamda bu sekularizm nazariya va tatbiqlash jihatida bir xilmi degan bir. Bu sekularizm haqida so'zlayotgan yoki to'xtalayotgan qarindoshlar bu nuqtani obdan izlanish, obdan tekshirish lozim. Eng muhim nuqtadagi birisi shu, to'nigandan keyin nima degan bilgandan keyin. Chunki g'arb dunyosida barliq kelgan sekularizm 19-asr kelgan vaqtida dinni davlatdan yoki siyosatdan ayirib o'tish deb tanishtirildi. Bu 19-asrdagi xulosa yakuni. Ya'ni siyosiy hayotga tamoman tugaydi deb shu 16-asrda boshlagan hukm taraqqiy qilib bu yerga keldi. Ham bu vaqtida ya'ni ular nima uchun bundan tanishtirgan desa, yoki nima uchun sizlar bu dinni, ijtimoiy siyosiy hayotdan yoki davlat hayot ayirib o'tishlarsa, ularning tasavvuri nima edi desa, siyosiy erkinlik yoki demokratiya bugun zamon tili bo'yicha siyosiy erkinlik endi jamiyatda nurg'un ichki bir krizislar bor. Bu masalalarni bu dinni ayirib etgan chaqda hal bo'ladi deb qaraydi. Masalan, katoliklar bilan ortodoks mazhabi keyingi vaqtlarda Bristolda uch birlashib nurg'un qonliq to'qinishlarni, ichki to'qinishlarni olib borgan. Bu qanig'i bo'yib o'tgan bular Yevropa qit'asida o'z ichki uch mazhab bilan. Shu bular biz din ayirib etgan chaqda siyosiy erkinlik masalasi hal bo'larmiki? Enin kendinden ijtimoiy nurg'un jamiyat masala. Bu masalani hal qilgan bo'larmiki? Shuni bilan birlikda bir tinch yashag'ini, bir tinchlik bo'larmiki? Bir o'zaro bir qit'ada yashagan insonlar bilan bir qarindoshlik bo'larmiki? Va kam qo'saqlik bo'larmiki degan maqsadda dinni ayirib etgan. Chunki diniy urush ahli salib zamonidan tartib mashhur. Bu diniy urush bu Yevropa qit'asining 3 mazhab orasida katolik, ortodoks, protestant. Bu üç arasında qonliq to'qinish bularni bo'g'ab tashlagan. Shunga buni ayirib etsak, birisi cherkovninki
mustabidlikdan qutsak siyosiy erkinlikka erishimiz enin kendi biz bir qarindosh yoki millat jihatdan qarindosh yoki diniy jihatdan yoki bir insoniy jihat qarindosh bo'lgan endi bir tinch yassak bo'ladi degan bu masala bilan bular dinni siyosiy hayotdan ayirib o'tish muhim deb qaragan. Bu 19-asrni oxiri bo'lsa kerak. Bu tunishtirishni qo'ygan vaqtida davlatning kuchi ojizdi. Xo'sh. U vaqtda hozirgidek davlatningki tashviqot qanotlari yo'qdi. Mayanda hello deb qo'ychi, ayanda javob bergan qanotlari yo'qdi. Yoki hozirga o'xshash u boshqarma, u istixborot deganda bexatarlik organlar u darajada kuchli emasdi. Demak, davlat faqat siyosiy ishlar bilan aralashmaydi, ammo insonniki shaxsiy hayoti, ijtimoiy hayoti, ya'ni din o'zining rolini o'ynayveradi. O dastlab tunishtirishdi. Lekin 19-asrda o'tgandan keyin 20-asrning boshlari bilan davlat hayotida o'zgarish bo'ldi. Tashviqot kuchayishga boshladi. Davlat har turli istixborot organlarini qurib, o'zining qo'llarini taraf-tarafga yetadigan qildi. Ening kenidan davlatning markaziy sistem bilan kuchlanib, bu insonniki burun kollektiv hayotini idora qilgan bo'lsa, davlat orqali bunday keyin kuchlangandan keyin shaxsiy hayotini dunyo qarshi qadar ta'sir ko'rsatgan bu holat shakllandi. Xo'sh. Bu bo'libmi? Bu reallik bugun kunlikda insonning ichki insonning shaxsiy sirlari qadar singib kirgan bu holat ko'z oldimizda ko'rinib turibdi. Taraqqiyot nusxasi. Shuna biz skolarizmni bir deb qarash xato. Skolarizm cho'ng jihatdan yuqorida qisqacha bayon qilganda ikki turga bo'linadi. Birisi juz'iy skolarizm, yana birisi umumiy skolarizm. Juz'iy skolarizm bo'lgan vaqtida davlat hayotdan yoki siyosiy hayotdan faqat dinning ko'rsatmasini yoki dinning aralashishini chiqaradi. Bu vaqtda shaxsiy hayotga, ijtimoiy hayotga dinning ta'sirini cheklamaydi. Bugungi xalqlarga e'tiqod qil. E'tiqod erkinligi va ibodat erkinligi va tijorat erkinligi va dunyoga berish, sayohat qilish degan o'xshash ishlash, xizmat qilish, fikr qilish nurg'un erkinlik. Faqat davlat siyosiy aralashmasa, undan boshqa erkinlik. Masalan, bugungi Amerikaning bunga dalil qilishga bo'ladi. Balki keyin to'xtalishimiz mumkin bu misollarni. Yuqori deganimizda bu skolarizmni tatbiqlagan davlatlar har xil bo'lgan. Bunun en radikallari mevcut. Fransiya başında hazır kadar kimlik krizi yaşamakta. En radikal skolarizm tatbiqligini. Dini erkinlikka, fikir erkinlik yol qo'ygan skolarizm mevcut. Ahirgi vaqtlarda demokratiyani ilgari surish orqali Amerikaga o'xshash, Angliyaga o'xshash. Bu ilgari dedik, o'zgarib turadigan, taraqqiy qilib turadigan narsa. Oxirida bu atalg'aniki ufqim o'zgarib siyosiy erkinlik, ya'ni demokratiya atalg'isi to'xtab beryapti. Bu almanizm ya skolarizm burunqi bir holatni to'nishtirish. Ammo afsuski bizningki ba'zilar, ko'ni zamondagi narsani, bu zamon o'tib ketgan narsani bugun kunlikda bozor sapa qilyapti. Xo'sh. Endi umumiy skolarizm kelsak, bu insonniki hayotiga, dunyo qarishiga, qimmat qarishiga o'rlashadi yoki o'rlish bo'ladi. Shuning bilan birlikda insonningki kollektiv hayotidan tortib shaxsiy hayoti qadar buni hayoti mayli insoniy qimmat qarashi olsun yoki axloqiy qimmat qarashi olsun yoki diniy qimmat qarashi olsun hammani tamoman ayiradi. Umumiy skolarizm bo'lgan vaqtida bu davlatni ya siyosatni dinni ko'rsatmasini ayirib o'tgandan so'ng shaxslarning insonningki bir qimmat qarashi bo'ladi. Uni xurofotlik deydi. Bir axloqiy qimmat qarashi bo'ladi. Bir e'tiqodga tava bo'lganmiz biradinga bir dinning qimmat qarashi. Buni men tamoman supurib tashlaydi. Qanchinchi asrda yashayapsiz? Ya demakchi o'g'lim, mening deganim ras, mening deganim yo'q, meniki deganim qilmasang sen dushman. Bugungi radikallikni Fransiyada uning namunasida ko'gin oldi, boshqa yerda bo'lgan. Demak, umumiy skolarizm xulosalgan vaqtida muqaddas deydigan bir narsani faqat qo'ymaydi, yo'qdir. Umumiy skolarizm bo'lgan vaqtida bu muqaddasdir. Biz bu narsani vurg'ulaydik. Bu bizning qimmatli bir qarashimizdir. Buningda biz voz kechmaydi degan narsa tamoman supurib tashlaydi. Buni kirib qolgan vaqtida. Mayli diniy qimmat qarashi olsun yoki insonlik qimmat qarashi olsun yoki bir axloqiy qimmat qarashi olsun, hammani tamoman sho'shtiradi. Umumiy skolarizmga kirib qolgan vaqtida.
Bular dünyani, bu dünyadagimiz inson va tabiatni o'z ichiga. Dunyo faqatla ishilishga yaraydigan narsa, undan boshqa hech qanday buningki dalolat yo'q yoki hech qanday hukm yo'q. Kim kuchli bo'lib qolsa, shu foydalansa, shu undan manfaatlansa bo'ladi deb qaraydi. Demak, bu umumiy sekularizmning hech qanday bir o'lchamga yoki hech qanday umumiy sekularizm hech qanday bir o'lchamga, hech qanday bir prinsipga, hech qanday bir haqiqat ishonmaydi. Mening deganim ras boshqasi bakadi. Eng diktatorlikning yuqori pallasi. Umumiy sekularizm kirib qolgan. Nima ish qilsa, haqiqatga yo'q ishonmaydi. Prinsip deb qolsa yo'q deydi. O'lcham deb qolsa o'lchamlashimiz yo'q deydi. Shunga bir dunyoda bugun kunlik bir yerda urush bo'lib qolsa, buni hal qiladigan usul chora faqatlam al-baqaul aqwa deydigan falsafa. Kuchliklar. Kim kuchli bo'lib qolsa, shu saqqalı xag'namisa mahkum bo'lgan pul bo'ldi degan shu nazariyani hozirgacha Darwinning nazariyasi. Xulosaga vaqtimizda sekularizm belgilari yoki alomatlari aniq bo'lmagan bir narsa. Xulosaga vaqtimizda sekularizm belgilari aniq bo'lgan yoki aniq bo'lgan ijtimoiy yoki siyosiy hodisa emas. Ya'ni aniq emas deganimiz ya siyosiy jihatdan yoki ijtimoiy jihatdan buningki belgisi yoki alomatlar qanday narsa bilib boqilsa bu aniq emas. Xo'sh. Oshkor qismi qarab turib aldanib qolib qolsa chatashqin. Buning oshkor qismidan yushiron qismi bugungi kunlikda bir xatarlik bir hodisaga, voqeaga aylanmoqda. Buni bugungi kunlikda bu ikkiran qarg'a odamlar, lo'zir ikkiran qarg'a odamlar buni his qilib yetadi. Demak, sekularizm belgilari aniq bo'lgan, mandaqda bir baholigini olgan, mandaqda bunga bir binasi digini olgan ijtimoiy yoki siyosiy hodisa emas. Belki Avrupa'nın Hristiyan xarakteri sebebinden siyasetini dinden ayrı öteş, devletini dinin ko'rsatmasidan belki aqlning ko'rsatmasidan idora qilish asosida barliq kelgan bir tushuncha hukmdan iborat. Xo'sh, xo'sh. Sizlar abay degan shu Hristiyan dinining xarakteri sabablik debdilar. Bu o'zgartirilgan, ya'ni Isa alayhisalom ketgandan keyin bu insanlar tarafından, bu poplar tarafından özgərtilən, təbiəti buzub itilən Hristiyanlığın xarakteri mi yoki ta İsa Aleyhisselam'a düşkəndən tatib siyasət ayrılması? Çünki İsa Aleyhisselam'a İslam düşkən. Doğru. Yani bütün peyğəmbərlərin dini bir deyimiz, fərqlıq, şəriəti xilmi-xil olğan bilən. Şimdi bunu bir nokta var qısqaçadan. İsa Aleyhisselam'a düşkən kitab ilahi vahiy. Xo'sh. Amma hazırki Hristiyanların qo'ldagi muqaddas deb qilingan 4 injil ilahiy vahiy deyolmaymiz. Hatta Hristiyanların o'zim deyolmaydi. Chunki nurg'un bir-biriga ziddiyat. Bir-biriga o'xshamaydigan ziddiyat. İsa alayhissalom tushgan injil qani? Yo'q. Mavjud emas. Hozir mavjud bo'lgan injil İsa alayhissalom o'lib ketib, eng tiz maydonga chiqilgani, yezilgani siyri shaklda 70 yildan keyin yozilgan. Birisi 90 yildan keyin, birisi 120 yildan keyin. Bununki manbasi aniq emas. Demak, bu yerda asli sap holatini yo'qotgan. Uningdan sir 325-yili milodiy 325-yili Niqa qurildiyi qadar din e'tibori bilan e'tirofga erishilmagan. 300 yil qadar surgun ichida, izilish ichida, besim ichida yashagan bir. Bu manbasini saqlab qolinmagan. Shunga hozir holati bu sap holati emas. Shunga biz ya chirkov dini Hristiyan xarakteri deb atayapmiz. Eslasam shunga sapalt emas. Yani hozirgi holatini maqsad. Uni sizga bu podsholar yoki bu sekularizm nazariyasi o'tirg'a chiqqanlar kim bilan uchrashdi desa, mavjud bo'lgan kitob bilan mavjud bo'lgan Hristiyan nazariyasi bilan uchrashdi. Xo'sh. Naytı zil masala biraz texam inchiklab kelish kerak deb qaraman. Sekularizmning xarakteri ama ilahi narsani insonlashtirish va insoniy narsani ilahlashtirish degan bir narsani tilg'ab o'tkazdilar. Shuni xarakterini biraz ham to'xtalmasak. Yuqorqi bayonlardan keyin sekularizmning xarakteri zot nima degan vaqtda buni ikki jumlaga yig'inchoqlash qildi. Xo'sh. İlahi narsalarni insonlashtirish, insoniy narsalarni ilahlashtirish yoki muqaddaslashtirish deb
baho berishga, ilohiy narsalarni insonlashtirish. Ya ya'ni insoniy xohlagancha rad qilasan, xohlagancha rad qila olasan, e'tirof qilmaysan. E'tirof qilmaydi. O'zining kallasi bo'yicha izohlaydi. Xolis oladi, xolis olmaydi. Xuddi bir qaysi bir insonningki fikrini olgan o'xshash shu holatga kelgan. Ya'ni muqaddaslik sutdan tamoman uni chiqarish. Xo'sh. Chunki sekularizm muqaddas deb qaragan narsani tonimaydi yuqori degandek. Muqaddas degan narsani dinni inkor qilgan ekan, e'tirof qilmaydi. Mo'jiza desa uni tonimaydi. Muqaddas va mo'jiza degan narsani bular inkor qiladi. Yoki orliqdagi ma'lum bir bosqichga o'xshash materializmcha izohlaydi, yoki bu xurofot, afsona deb o'tadi. Hatto bundan xalqqa biz yashayotgan bu tabiat, bu koinot, bu yaratquchining baliqini ko'zgan bir hidoyatdan omillari etgan u nuqtaga ko'z yumadi. Faqat biz yashash uchun qo'saq va xushlik kelgan bir dunyo, undan boshqa hech qanday bu taqdir yoniga osmon zamin yulduzning yarasida hech qanday bir hikmat sababi yo'q deb qaraydi. Hamda ilohiy narsani insonlashtirish deganimiz, ya'ni muqaddas deb qaralgan narsadan muqaddaslik sifatini atlashlash deganlar. Muqaddaslik sifatini inkor qilish deganlar. Buni biz musulmonlarning taqim tushunishga ulash uchun deydi. Zag'ir tili bilan ifodalasak, biz o'zimiz muqaddas deb qaraydigan Qur'on va sunnatdan iborat ilohiy vahiyning muqaddasligini, uning vahiy ekanligini va hidoyat ekanligini inkor qilish degan bo'ladi. Muqaddas narsa muqaddas ko'tarish desa, biz musulmonlar bo'yicha elib aytsak, chirkovning din tuplusi. Xo'sh. Qur'on sunnatdan iborat ilohiy vahiyning muqaddasligini, vahiy ekanligini, uning bir hidoyat ekanligini inkor qilish, yo'q chiqarish degan bo'ladi. Shunga bugungi kunlikda sekularizm nazariyasi bilan cho'ng'ilgan yoki shu xil maktablarda o'qigan yoki shuni to'g'ri deb qaragan yoki o'zi musulmon turib o'zining musulmonligini, dinini tushunolmagan ba'zi qarindoshlar kaskin hukmiga oyatlar va hadislar misolga kelsak, uni parvo qilmaslikning sababi dal mana shu yerdan kelib chiqadi. Xo'sh. Biz buni keyin yana bir oz izohlaymiz. Ham bu ilohiy narsani insonlashtirishning qatorida bunga taqobil turish uchun insoniy narsalarni muqaddaslashtirib, moddiy narsalarga muqaddaslik tonini kiygizib, ya'ni insonning aqli ishlab chiqargan qaysi bir narsa bo'lsin yoki sekularizmda qimmat qarash deb atalayotgan narsa bo'lsin, buni muqaddas tonini chiqarib, tonini kiygizib, undan boshqa narsalarni mana xurofot, afson deb qaraydi. Bu dal kim o'tirib qo'ygan nazariya yoki kim nishon qilgan masalasi Feuerbach Marksizmninki dal maqsad nishoni shu. Hamda insoniy narsani muqaddaslashtirish yoki ilohlashtirish degan nima degan gapsa, bu misol olsak, buni Nitize va Darwinninki nazariyasi bo'yicha tushunishga ulash shundaydi. Bu mavjudiyatni, bu hayotni, bu koinotni faqatlab aqlning izohati qo'yib berish. Ya'ni inson bu dunyoga nima uchun keldi? Nima ish qilmoqchi? G'oyasi nima? Nima uchun o'ldi, o'lgandek nima ishlar bo'lgan bu masalada bir g'aybiy narsaga yoki aqlga bo'ysunmaydigan yoki aql o'zi ishlab chiqarolmagan bir vahiy xarakterlik narsa tayinmaslik deb qaraydi. Shuning bilan birlikda bular aqlning yakuniga yoki aqlningki fikrlariga muqaddaslik darajasiga ko'tardi. Shuning bilan birlikda mavjudlikni qo'g'dab qolish, kim kuchli qo'yib qolish shuning oid deb qaraydi. Bu insoniy narsalarni muqaddaslashtirish yoki ilohlashtirish deganimiz shu. Shuningdek, yana sekularizmning ba'zi qimmat qarashlari, masalan, inson huquqi. Bu sekularizmdagi qimmat qarashlarniki alayli. Bu inson huquqini biz ilgari ko'p to'xtaldik. İnson huquqi sekularizm nazariyasi bilan Yevropada nurg'un qon to'kilash, nurg'un badalninki natijasida qo'lga kelgan bo'lsa, bizning dinimizda, e'tiqodimizda Qur'on tushgan vaqtda tutilib inson huquqi Alloh burun yo'l qo'yilgan. Dinimizning maqsad nishonlari inson huquqini qo'g'daydi. Biz buni ilgari programmalarimizda to'xtaldik buni. Masalan, demokratiyada bo'lsin yoki boshqa temamizda bo'lsin. Bu nimada qimmat qarash bo'lganda inson huquqi bizning dinimizning eng muhim qimmat qarashlar. Masalan, dinni qo'g'dash, diniy erkinlik, insonning hayotini qo'g'dash, insonning aqlini, aqliy tasavvurini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash, mol-mulkini qo'g'dash oxirigacha. Xo'sh. Ya'ni bu sekularizmning qimmat qarashlaridan, masalan, inson huquqi,
Bunun da ortakçılık var. Endi cheksiz kapitalizmlik var. Skolarizmda. Cheksiz ayollar erkinligi var. Jinsiy erkinligi var. Ve ahlakni nisbiy deb qarash. Ya'ni asaqın bo'lgan amsaq. Ya'ni mutlaq yaxshilik, mutlaq yomonlik degan unda axloq yo'q. Buni inson o'zi paydo qilib oldi deydigan bu nazariyasi. Bu nazariyasi bu muqaddaslashtirish, muqaddaslashtirish. Bugun kunlikda ba'zi bir davlatni besib olgan bo'lsa, yoki o'zi kuchli bir jangir davlat bo'lib qolsa, boshqalarga buni majburat, boshqa millatning irodasiga qarshi holda tamamduz tanidi. Masalan, 91'da Bijan'da ötkazilgan, Xitoyniki Bijan'da ötkazilgan yig'inida 94 Qohiroda ötkazilgan bir yig'inda ayollarniki erkin jinsiy munosabat qilishimizga imzo qo'ydirib majbur emas. Bu voqeaga keyin to'xtalamiz. Bu bir misol. Demak, yuqorqi bir necha misol qimmat qarash. Buning hammasini bular muqaddas deb qarab, biz muqaddas deb qaraydi. Demak, xulosaga vaqtimizda xarakterda skolarizm faqatla moddani asos qiladigan dunyoviy yoki dunyo qarshi bo'lib, skolarizm faqatla moddani asos qiladigan dunyo qarshi bo'lib, metafizika yoki g'aybiy dunyoni inkor qil. Faqatla ko'zimiz ko'rgan narsa ishimiz mush dunyo hayotida bizga asos moddiy hayotdan boshqasi bekor deb qaraydi. Bu birinchi xarakteri. Ikkinchi xarakteri skolarizmning muqaddas deb qaragan narsalardan muqaddaslikni olib tashlaydi. Ya'ni muqaddas deydigan narsa yo'q. Masalan, o kitobda bor, bu kitobda bor desa, bizning aqlimiz to'g'ri topsa muqaddas, bizning nazariyasi bo'lmasa muqaddas emas deb qaraydi. Boshqa millat qarshi chiqsimi, xolimisimi, diktatorliklar tangishga o'rindi. Uchinchi xarakteri mutlaq aqloniylikni tashabbus qiladi. Yani aql muqaddas. Aql hammaniki asosidir. Bu aql dunyoni idora qilishda yoki davlatni idora qilishda vahiga muhtoj emas yoki yana bir ta'limotga muhtoj emas deb qaraydi. Xo'sh. To'rtinchi alohidaligi dinni davlatdan yoki siyosatdan ayirib qaraydi. Aql yetadi bizga deydi. Bu qarmoq yoki qisman yoki juz'iy skolarizm bo'lgan. Umumizlik bo'lgan vaqtida biz yuqorida buni to'xtalib o'tdik. İnsanning butun hayoti qadar zahardek singib kirganligi. Endi bu yerda balkim bir savol tushishi mumkin. Bu skolarizmningki bu paydo bo'lish jarayoni, tonishtirishi xarakterdagi buning foydalanadigan binosi bormi? Qarasak bugungi kunlik bu skolarizm davlat qonuni deb qaragan, masalan, davlatning asos qonuni belgilangan Fransiya va Kanada va Janubiy Koreya va Hindiston va Turkiya va masalan. Ba'zi qolgan davlatlarning ba'zi qilib, ba'zi unday demaydi. Xo'sh. E'lon qilgan rasmi biz asos qonun skolarizmligini 5-6 davlat. Qolgani har xil holat. Endi tatbiqlanishdan ba'zi umumyuzlik skolarizm tatbiqlanib Fransiya beshida, ko'ni zamonda Turkiya. Qolgan ko'pinchilari juz'iy skolarizmni yoki bu dinning ko'rsatmasi faqat siyosatga aralashmasi bo'ldi degan bu tarafni tatbiqlagan bu davlatlar chiqib bugungi Yevropa ellarininki ko'pinchisi buning misoli. Xo'sh. Bu yerda yani foydalangan bo'lgan yeri bormi yo'qmi skolarizm deyish mumkin. Biz islom demokratiya degan temada ko'p to'xtaldik buni. Yani g'arb dunyosiniki mahsulotlardan, ishlab chiqargan nazariyalardan biz o'zimizda sharoitni foydalangan narsa bormi yo'qmi? Albatta. Buni naytı inchga yani qisqacha ifodalagan vaqtimizda islomning prinsiplariga, islomning qimmat qilishiga yoki maqsadlarga zid kelmaydigan siyosiy tajribasi, siyosiy erkinlik nazariyasi, davlat boshqarish mexanizmi, aqlni harakatlantirishga tashabbus qilishi, ilm fanni jonlantirishga qiziqtirishi va tajriba ilmi qatorliq bu narsalardan albatta foydalansak bu. Xo'sh. Foydalangan tarafi bu. Bu yer saqlandigani buningki ideologiyasi. Agar ideologiya deb atash to'g'ri keladi, ba'zanlar qabul qildi, ba'zanlar qabul qilmaydi skolarizm. Ya'ni bu yerda dinni davlatdan ayirib o'tish deganga o'xshash. Bu ideyasini tashlab qo'yib turib, skolarizmning foydasi to'g'ri keladi. Davlat boshqarish vositalari mexanizmi, siyosiy erkinlik nazariyasi,
Masalan, ko'p partiyalik degan qo'shish. Aqlni taqimni taraqqiy qildirish, ilm, ma'rifat taqim jonlar bu taraf paylansa. Mush yuqori degan taraflar, siyosiy erkinlik tarafi, tajriba taraf, ilm, ma'rifat, aqlni yuksaltish, ko'p partiya buni hammasi islomda bamudsi bor. İslam bunu buyurgan, tashabbus qilganmiz, tatbiqlanganmiz. Ammo bugun kunlik musulmonlar qilg'inolmagan. Bular oxirgi 1-2 asr mobaynida musulmonlar uxlab qolgan bo'lg'achqa, uyqusi ochilmagan bo'lg'achqa, o'zini bu narsani his qilolmadi. Bu narsani boshqalar qildi. Unda bo'lgan chaqda o'zining qimmat qarashiga, prinsip uyg'un kelganicha uni olsa, albatta bo'ladi. Lekin aqidasiga zid qilgan, qimmat qarash zid qilgan yo'q. U vaqtda musulmon bo'lib bilan uni to'xtatib, uni yaqin kelmaslik kerak. Biz bunu ilgili bek köp toxtalıq, şu qısqalar. Xoş, köp toxtalıq. Bayan qıldım deyim. Türkiye hakkında gap chiqib qoldi. Türkiye'ninki sistemimiz haqida azroq. Türkiye närini aldı onunki? Nerede ketyapti? Uzun bir yashayapti. O'tgan hafta savol chiqib kechiktirgan Turkiyaning masalasi boshqa o'xshamaydigan bir masala. Haqiqatan shu Turkiyaninki Cumhuriyetning bosh nimalarida shu yuqorida tushuntirilgan sekularizmninki masalan cüz'i yoki umumiy degan narsasini hatto g'arbda ifodalangan shaklda masalan bugun dunyoda mesela qanday narsaga e'tiqod qilsang bir insonning diniy erkinligi hamma narsa chuqur boshqalar aralashmaslik kerak, erkin bo'lish kerak deb bu so'zlanayotgan narsa Turkiyaning Cumhuriyetining dastlabki davrida dal aksicha ijro qilindi. Butun musulmon bir xalqqa yog'liqmi shaklga qo'ymaydigan shu dinning butun muqaddaslarning hammasini xurofotlik, tugashganlik deb butun cheklab qilmagan zulmi qilmabdi ekan o'z vaqtida. Yangi kirgan xilofat amaldan qoldirilib, Cumhuriyet sistemiga o'tgan davrlarga qarasa, ya'ni bugun so'zlanayotgan, bugun buni voy deb og'ziga tegmay deyilayotgan hamma odam erkin bo'lish kerak deb juz'iy qismini ijro qilmoqda, dal aksini ijro qilmoqda. Ama bugün bula hazır hakimiyet ve 20 yıldan buyon bunu o'zgartish uchun to'xtamay tirishyapti hamda buniki. Nereni aldı sizce mesela Türkiye? Türkiye Osmanlı hakimiyetinden keyin skolarizmni asas qonun kirgizgan. Tarmoq holatda emas, skolarizmni asas qonun qilib belgilagan. Ve skolarizmni kuch orqali, besim orqali tatbiqlagan bir cumhuriyet, yak bir devlet. Bu yerda tatbiqlangan, yani Türkiye tuprog'ida tatbiqlangan skolarizm Fransiya'nın radikal skolarizmidan besib tushgan. Ve materializmcha, dinsiz kommunistlarning skolarizmdan qilishmagan, ya shuni o'xshab qolgan. Belki içiniş hakikaten öz vakti İcabatı demez. Din tamamen çeklengen bir basmış gelgen. Bunu yazarlar, katipler, yazgıçlarınki nurgun materyalları. Bu bazada tom turuptu. Lakin skolarizm bugün küllikte yani 20 netçe etrafı tatbiqlangan bolsa 24'ten keyin de aldı keyini de 100 yıl olaptı aldı keyini oldu. Bugün küllikte skolarizm İctimai hayatta, Türkiye'nin ictimai hayatı, siyasi hayatında acizlaşmakta, gücünü yo'qotmoqda. Kun sonra zayıflaşmakta. Yani sakrat halatiga tushmoqda. Demek skolarizm Türkiye tuprog'ida, Türkiye insanlarda natija qozondimiz mag'lub bo'ldi. Chunki qimmat qarashiga, kimligiga, millatning irodasiga uyg'un emas. Zorla besim bilan tanilgan bo'lgach mag'lub bo'ldi 100 yillik. 100 yilning jiq vaqti bo'ldi. Xo'sh. Buni nereden bilmez bunun delil sübtede Cumhuriyetçiler Xalq Partiyasining raisi Kamal Kılıçdaroğlu'nunki yakında Türkiye milletinden, Türkiye xalqidan Türkiye xalqininki diniga musulmonlikqa ziyon yetkazganlikdan afu so'ragan ya kechirim so'ragan bu bayonoti oshkor. Bu delil, mag'lub bo'lganlikning delili. Cumhuriyetçiler Xalq Partiyasidan chiqdi. Cumhuriyetçiler Xalq Partiyasi o'z vaqtidagi partiyaning dal o'zi shu. O'z vaqtida partiyaning qilganlaridan to'g'ri deganingiz. Qilganlaridan kechirim so'ragan. Chiroyli usulda kechirim so'radi. Biz xato qildik deb. Demak, xato bo'lganligi, uning aqmaydiganligi, natija bermaydiganligini 100 yil mobaynida hokimiyat yurgizib kelayotgan partiya bugun kunlikda xatolashganligini o'zi e'tirof qildi.
Endi bu Turkiyada skolarizm tashviqoti 1908-yildan tartib bilan boshlangan. Buni tarixiy xil burun. Masalan, buni misol olsak, Hüseyin Yalçın degan yozuvchining bir yozmasi bor. Shu vaqt yozuvchilarning birisi. Buning bir so'zi naql etiladi. Bu shunday deydi. Endi 1908-yilda skolarizmni qabul qilishda jiddiy o'ylashadigan bir payt yaqinlashdi dedi. Xo'sh. Endi skolarizmni qabul qilishda jiddiy o'ylashdan vaqt yetib keldi. Nima uchun esa? Chunki Yevropa chirkavning hukmronligidan va poplarning hokimiyatidan qutulgan chaqda bu taraqqiy qiladi. Bizmi taraqqiy qilishimiz uchun Yevropaga o'xshash masjidning ta'siridan, ulamolarningki ta'siridan qutulib islomni tamoman buni dengizga etish lozim degan nazariyani o'tirib qo'ygan. Xo'sh. Ama afsuski bu yozuvchi bu yerda islom dini bilan xristian dinini o'xshash deb qarab qolgan. Demak, tagir islomni tushunmaydigan bir shaxs. Islom dini bilan xristian dinini o'xshash deb qaragan, islom ulamolari bilan xristian poplarni o'xshash deb qarab qolgan, Qur'on bilan Injilni o'xshash deb qarab qolgan bir taraf. Bugungi skolar tabaqasidagi insonlarningki kirzisi mushu, tushunmaslik, bilmaslik, izlanmaslik, tadqiq qilmaslik, shu qiyos qilib hukm chiqarish. Skolarizmda bugun kunlikda bu Yevropa ta'siridagi xarakteri bilan, illat sabab bilan, kirzis bilan islom dunyosidagi yoki musulmon yashaydigan yurtlardagi illatning nima ekanligini buni his qilolmadik. Ikkisining ikki xil masala ekanligini ta'kidlaydi. Avladagi dinning to'sqinligi taraqqiyotga, madaniyatga, demokratiyaga, siyosiy to'sqinlik qilgan bo'lsa, musulmonlarning diniga amal qilmaslikka, siyosiy erkinlikka, qatmanlikqa, oqida qilishga bilimsiz sabab bo'lgan. Buni ta'kidlamaydi. Ya'ni islom bilan xristian dini o'xshash, Qur'on bilan Injil o'xshash, ulamo bilan pop o'xshash deydi, natijada tamoman xatolashadi. Xo'sh. Endi ayni zamonda bu yozuvchilarga va shunga o'xshash yozuvchilarga o'z davrining mutafakkir bo'lgan Said Nursi javob berdi. Mutafakkir Said Nursi javob berib, islomda roiblar tabaqasi deydigan ish yo'q. Xristianga o'xshash. Xristianlarda poplar emas. Faqat o'zidan ishini qilib boshqa jamiyat ishlariga, ijtimoiy, siyosiy ishlar, davlat ishlariga aralashmaydi. Ammo islomda muayyan bir ish qiladigan boshqa ijtimoiy, siyosiy yoki idora qilish qurilish davlat aralashmaydigan bunday tabaqa yo'q. Ulamolarda roiblik yo'q, balki to'g'rilik xatoni ko'rsatadigan odamlar bor. Xo'sh. Bu bizning prinsipimizga halqiliq nuqtadir. Ya'ni xristianlarga o'xshash ayrim bir tabaqa, roiblar tabaqasi faqat ruhni poklash qilib turgan jamiyat bilan, davlat bilan, millatlar ish yo'q, unda tabaqa mavjud emas deydi. Shunga bu yerda bu masalada islom bilan xristian dinini selishtirish qat'iy to'g'ri emas deydi. Xo'sh. Chunki bizning dinimizda Said Nursi jamiyat bilan aloqasi bo'lmagan, hayot bilan aloqasi bo'lmagan unda ibodat yo'q deydi. İslam hayat üçün bir bütün hayat felsefesi, hayat nazariyası, hayat tüzümünden ibaret. Bu Said Nursi'nin sözü. Demek buna hoşumcu deyimiz ki bizimki düşüncemizde İslam bu dünyalık ve o dünyalık. Yani dünya ahiretlik bir hayat tüzümü. Muş hayat kitabı hem sahalarını öz işe algan bir din. Bunun delil bağımızı Kur'an'da necilgan deliller var. Mukaddes kitabımız Kur'an. Mesela bunun delillerden birisi Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Namazım bolsun, faaliyetim bolsun, hayatım, fikrim, tasavvurum, yürüyüştürüşüm, ticaretim, bakkal olsun, siyasım bolsun, hemmisi lillah deydiğen prinsip. Allah'ın yolunda, Allah'ın razılık için deydiğen aynı bir prinsip var bizde. Bu prinsip asasen İslam dünyasında yoki Müslümanın vicdanında skolarizm yol var mı olsa bu prinsip yol koymayız skolarizm. Çünkü İslam'da ilgari gaplar to'xtalganimizda aqida bilan siyosat bir-biridan ayrilmaydi. Xo'sh. Endi bu Turkiyaninki ko'ni ahvol. Bu oraliqda to'xtalsak necha programma to'g'ri qilish to'g'ri keladi. Endi hozirgi ahvoliga to'xtalgan vaqtimizda Turkiyada ilgari jarayon shu bo'lgan bo'lsa, masjidlar taqalgan, Qur'on kurslari tamoman cheklangan, yaqin qadar shunday bir holatni yashab turgan. Türkiye Cumhuriyeti ya Türkiye halkı. Kemal Kılıçdaroğlu'nunki itirafı öyle.
Endi bu 20 yil mobaynida balki uningda ilgari Adnan Mundiris yoki uningdan keyingi siyosiy partiyalarning roli bilan bu holat o'zgardi. Bular bu 20 yil mobaynida Adolat va Taraqqiyot partiyasi chiqqan vaqtida bular jamiyatdagi bu sistemni o'zgartirish uchun, ya'ni islomga dushmanlik qildigan, islom prinsiplarini yomon ko'rdigan, diniga tishtirnoq bilan uyushtirdigan bu holat o'zgarish uchun dastlabda bu harbiylarning siyosiy ta'sirini azaltishga uringan. Chunki Turkiya hali uzundan beri harbiylarning qo'mondonlik ostida yashab kelgan bir davlat. Tarixda aniq esimda qolishicha, ya'ni 50-yillardan keyin, balkim 60-yillar bo'lishi mumkin, yaqin qadar 50 yil ichida 56 hukumat almashgan bir davlat. Yani şu derecagacha hukumat chiqib bo'lguncha, ba'zan bir oyda, ba'zan 6 oyda, ba'zan chiqish yil, shu darajada muloqot qilib, aynan qilib qo'ygan bir yakan bu. Demak, bu ko'pincha harbiylarningki, shu o'zining fikriga, idis to'g'ri kelmas o'zining vazifasini unutib, siyosiy hayotni kontrol qilib olgan bo'lg'achqa, bu harbiylarni kontrol qilish uchun dastlabda bu Adolat partiyasi o'zining ideologiyasini aniq o'tirib qo'ymagan. Xo'sh. Ya'ni biz adolat davlati qo'moqchi degan nima bilan o'tirib qo'ygan. Gerçi bularningki islomningki ko'rsatmalarini tatbiqlash orzusi bo'lsa-mu, bu ideologiyasini u zamonda o'tirib qo'ymagan. Mush hokimiyat, hozirgi partiya maydonga chiqqan vaqtida. Balki bularni tutgan yo'l nima desa, siyosiy sharoitning strategiyasiga asosan dastlabda islomga o'chmanlik qildigan, dushmanlik qildigan, cheklama qo'ydigan, to'salik qo'ydigan, yani hayotning hamma sohasiga aralashib olgan sekularizmdan, xo'sh, islomga dushmanlik qilmaydigan, millatningki irodasini hurmatlaydigan, millatning qimmat qarashiga rioya qiladigan sekularizmga ekilish bosqichini tutib mangan. Ben obdan diqqat qilish lazım. Bu hukumat chiqqan vaqtda dastlabda biz andaq qilmoqchi, mandaq qilmoqchi deb shuar to'lamagan. Bu sharoitda strategik plan nimasi? İslamga düşmanlik qilayotgan sekularizm, ya'ni islomga düşmanlik qilmaydigan, ziyonkashlik qilmaydigan, to'sqinlik qilmaydigan holatga sekularizm oldiga ekilish ko'ringan. Birinchi qadam. Buni natija qozondi bo'lsa, natija qozondi. Bugungi kunda qarab boqaylik Turkiya. Umumiylikdan juz'iylikka. Juz'iy. O juz'iy degan nima? Masalan, hokimiyat beshirikalar. Xo'sh. Og'zid demaydi. To'g'ri deb. Biz mandaq deyapmiz. Ammo qilayotgan ish harakatlarini chunqur nazar yurgizgan va tahlil qilgan vaqtida kuchi yetgan ya'ni islomning ko'rsatmalarini tatbiqlab ma'nosi. Buni Ankaralik odam Ankarada, Ankaramagan odam Anqaramaydi. Balkim ba'ziyat xatolashgan, ba'ziyat ojizlashgan, ba'ziyat kuchi yetmagan. 80 yildan ortiq bekitib o'tgan bu temir qo'ziqlarni lang'ishtirib bo'shitib unda oson tushmaydi. U 5 kundan so'ng o'zi shu orto'lagan bilan mayda qaqqanlar bo'ldigan ish emas u. Shunga dastlabda bu partiya chiqib islomga dushmanlik qiladigan sekularizmni dushmanlik qilmaydigan sekularizm holatiga aylantirmoqchi bo'lgan. Chunki davlat odil bo'lmasa, siyosiy erkinlik bo'lmasa, bu yerda islomni tatbiqlashdan so'z ochqin olmaydi. İslam tatbiqlarında çoxum birinci şart adalet, siyasi erkinlik bo'lishi lazım. Xo'sh. Şuna bu siyasi harakat sahasida, siyasi plan sahasida bu bosqichlardan sakrab o'tadigan ma'nolarni saqlanish lazım. Chunki bunday bir sharoitda, bizning sharoitimiz undan bir murakkab. Bu bir bosqichga rioya qilgan bir qoidalar. Xo'sh, xo'sh. Unda bo'lmagan vaqtida bosqichdan sakrab o'tgan chaqda, rioya qilmagan vaqtida, mening niyatim avo, nishonim avo degan vaqtida maqsadga yetolmaydi. Maqsadga yetolmaganning sirtida nechvaniz qo'l keltirgan natijama uchib ketadi, yo'qolib ketadi. Shunga siyosiy nishon ko'pincha hollarda birlam bosqichdan, birlam gapdan emas, bir qancha bosqichdan tarkibdan. Buni obdan bilish lazım. Xo'sh, xo'sh. Buni farzimcha, balkim to'g'ri edi, xatodir, ba'zi olimlarning farzi bo'yicha. Mesela hozir partiyaningki nishoni nimasi farzimcha. Bunday emas deyish mumkin. Chunki men o'zimning farzim dedim, to'g'ri edi xato. Birinchi qilib nimasi? Islomga dushmanlik qiladigan, sekularizm davlatidan dushmanlik qilmaydigan diniy erkinlik va fikr erkinligi va ibodat qilish erkinligi va har bir inson o'z xolig'ini, ya'ni qonun doirasida qila oladigan bir erkin davlatga ekilish.
Birinci plan. Bu mening nazarimda ish qaçtımızı ko'p nisbatda ish qaçtı. Xo'sh. İkinci plan Türk İslam devlet qurish. Agar bu ish to'g'ri bo'lsa, bu birinchi bosqichni o'tmay turib buni qiyg'inmay. Mak buni qilinmadi ham nima ish qilsa, hech bo'lmasa adil bir davlatni adolat davlati saqlab qolish. Ya'ni siyosiy erkinlik ega bugungi zamonning tili bo'yicha demokratik bir siyosiy erkinlik saqlab qolish bilan. Unda bo'lmagan hech qanday bir planni maqsadini ishga oshirolmaydi. Türkiye bu sahada hali obdallan natija qazan. Mesela insan hukuk meselesi, siyasi erkinlik meselesi, dini erkinlik, fikir erkinlik ra'y qildigan demokratik davlatga aylantirdi bo'lsa, Turkiyani aylantirib oldi. Bu Turkiyaningki qisqacha ahvoli. Dastlab holati umumizlik sekularizm bo'lgan bo'lsa, bugungi holati siyosiy erkinlikka bir demokratik cumhuriyatga aylandi. Xo'sh, ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rmalarimiz nayati ko'p inkaslarni yozib naq maydondan taqib o'tamiz. Ama so'zni bo'lmaslik uchun biraz sabr qilib turishinglarni umid qilamiz. Shuning uchun so'zni bo'lmadim, savollarni ko'rdim. Uzun narslarni yozibdi. Endi birisi mishada bir so'zi diqqatimni tortib qoldi. Bugungi islom dunyosini biz albatta ilgari bo'limlarimizda islom dunyosidagi mustabid hukmronlarga bizning da'voyimizga ega chiqmaymiz, zolim Xitoy tarafda turayotgan, bunun qarab turib echingan qarindoshimizning birisi bo'lsa kerak hamda. Amaliyotda bu yerdagi hargiz gunohni islomga atib qo'ysak bo'lmaydiganligini biz programmalarımızda so'zlab bo'ldik, uning u yerdagi ishning amaliyoti arxiv ko'rinishi nima ekanligini. Birisi debdiki, men shundoq islom dunyosi menda ahvolda bo'lgan ekan, biz qurilgan Sharq Turkiston davlatimizning asosiy qonuni islomning shariatini asos qilgan holda sekular Sharq Turkiston davlatini qurish islomga qarshi bo'lamdi debdi. Bu savol yaxshi savol bo'libdi. Qarindoshdan savolni biraz o'zgarsak, bu sekular burungi zamonda o'smamdi. Bu men dedim Fransiyaniki eng radikal shaklda tatbiqlangan sekularizm. Bugun kunlikda kimlik krizi duch kelgan bir davlatga aylanmoqda. Fuqarolarim bir erkin, xotirjam yashaolmaydigan bir holatga kelib qolmoqda. Bugun qiyg'ini elchi yo'q, elchi qiyg'ini o'g'ini yo'q, to'la qonunni o'zgartib, asos qonunga xilof holatda islom fobiyasi, islom dushmanligi bilan bir siyosat yurgizayotgan bir davlat. Bu Turkiya buni o'z zamonasi deb o'tdi. O'z zamonasi qilgan bugun kunlikda alhamdulillah erkinlik jihatda Yevropaningki oldida deb qarayman. Meniki o'zimningki kuzatishim, his qilishim ko'nglimga asosi. Turkiyadagi erkinlik. Hamda bu qarashimiz to'g'ri. Islom biz balkim keyin gaplar to'xtalishimiz mumkin. Masalan, islom dunyosida, ya'ni arab dunyosida bu sekularizm bormi, yo'qmi, tatbiqlandimi? Turkiyaning misolini oldik masalan. To'g'ri, arab dunyosi abgalik qil, pasiblik qil. Chunki bundanki idliyasida islom iniga vakillik qilish ruhi yo'q. Yoki o'zining davlatiga milliy ruh yo'q. Bularning ko'pinchisi jugining boshqa yerdagi bir odamlar. Qo'rchoqlar. Nurbakirdan jiq paq etib ketmaydigan. Shu bu yerda manfaat nerdan kelsa, yonchuqi pul nerdan chiqsa, shu yonga xizmatini qilgan bu ahvollarmi bor. Bo'lmasa, o o'zgarish yuz bergan bo'ladi. Hamda bugun g'arb dunyosi qarasak, insonlik nuqtasi bilan partiyalari, ba'zi partiyalar, ba'zi shaxsiylar, hatto ba'zi davlatlar Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil biladi. Hatto yig'inlarda men anglagan bir yig'inda Sharq Turkiston degan gapda inglizcha so'zlaydi. Bizning odamlar hozirgacha qo'rqib so'zlamagan bo'lsin. Ashu bo'lsa bayani o'zida. İnsanlık nuqtasi bilan yardım qo'lini suzyapti. Bunga rahmat aytishga geçtik. Hamda bu yerda bir ikki nuqta bor. Birisi biz mushular bilan yordamini ya belki shu qarindoshni demoqchi bo'lgan, yordamni qo'lga keltirish uchun yoki ularning yordamidan ayrilib qolmaslik uchun islomni asos qilgan sekular davlat edi. Xo'sh. Ayda qursak bo'laman. Men bu kitobni yozdim, belki qarindoshlarimizning jo'yqichi bu kitobni o'qimaganda qildi. Sekularizmni o'ttirib chiqargan, bugun bozor silib talash-tarjih qilayotgan qarindoshlar. Bugun kunlikda Sharq Turkiston xalqi ya muhojiratga Sharq Turkistonliklar bo'linishga, chiqsab bo'lishga, bir-birini dushman tutishga dushman tutadigan holat emas.
Belki bir partiya kurgan bolsun, teşkilat kurgan bolsun, bu milletin iradesi, bu milletin kimligi, qimmat qarshi asosida siyosiy harakatni kuchlantirib, jonlantirib, harakat qilish bu siyosiy harakatning taqozosi. Qandaydir bir millatning irodasi bilan qimmat qarshi zid holatda tutib, o jamiyatda o'zining ta'sirini ko'rsatmaydi. Millatdan kuch ololmaydi. Buni siyosatchilar yoki siyosiy faoliyatchilar yoki shu yo'lga kirib olgan odamlar yoki qarindoshlar buni obdan mulohaza qilish lozim, diqqat qilish lozim. Biz islom demokratiya degan programmamizda necha qatim to'xtaldik. Yana deymizki, qarindoshlar bu skolar degan atalg'ini cho'rib tashlab, bu 16-asrlik tava bir atalg'i bu. Xo'sh, xo'sh. Bugun kunlikda g'arb dunyosida tashabbus qilayotgan oldiga chiqarishga urinayotgan garchi ba'zi o'z tuzkorlik qilsa, masalan demokratiyada masalan Obamaning davrida hali jonlanamiz, keyingi vaqtda yana bo'lgan ahvollar mavjud. Buni boshqa yal tadqiqotlardan bilaman. Yana bo'lgan bo'lsa, bugun kunlikdagi foydalanilgan bo'lgan g'arb dunyosidan foydalanilgan sistemning yaxshirog'i shu. Şu an skolarizm degan bu yuqorgi xarakterni fikrimcha buni tashlab o'tib, ilahiy vahiyni manba qilgan, ya'ni islomni manba qilgan demokratiya davlat quraydi desa, bu yerda Uyg'ur millatining atrofiga jig'alaydi bu odamlar, yoki bu siyosiylar yoki qaysi bir salohiyati bo'lsin. Agar siyosatni bildigan bo'lsa, xo'sh. Siyosatning falsafasini, qoidasini bildigan bo'lsa, islomning ko'rsatmasini, islomning ta'limotini, prinsiplarini asos qilgan demokratik davlat quraman desa, bu g'alaba hech chiqmaydi. Buni Dolqul Aysa apandi o'tgan putini minga shirib o'tirib so'zladi. Bunaqa yana bir apandi ism qo'yib berdi. Bu tarixga kirmaydi, ko'ni gaplar. Men boshqa bo'lgan temamning zaten boshqalarning so'zlagan nimasi bilan aloqasi yo'q. Biz o'zimizningki mush nuqtani zaten qanday tushunamiz? Skolarizm nima? Buni xarakter nima? Ne bizga uyg'un, ne uyg'un, buni xalq bilsin, millat bilsin, o'zi foydalanadigan yer bo'lsa, foydalanadigan yer bo'lsa, musulmonlikni saqlash uchun, dindarni saqlash uchun foydalansin deb qilgan program. Boshqalarningki nimasi bilan aloqasi yo'q. Ammo siyosiy harakat qilmoqchi, faoliyat qilmoqchi odam millatni o'z atrofiga to'plab, millatning irodasi, qimmat qarshi kimlik asosi ish qilmay qolib qolsa, u yolg'iz qoladi. Bir mezgil saklaydi, chiqib qoladi. Bunday jiq bo'ladi. Yana yuz berdi. Xo'sh, xo'sh. Bo'libmi? Bizga o'xshash mustamlikaga duch kelgan millatlarda ideya to'qinishi jiq yuz berdi. Bu gapni unutib qolmaylik. Bundan keyin anglab boqmagan, anglagan bo'lsaqmi yuz bermas deb faraz qilgan ideya to'qinishi maydonga chiqib turibmiz. Adati bu masalani hozir hojatimiz yo'q. Butun dunyo hozir demokratiyasi nima deb bu zamonda qolgan 16-asrdan keyin qoldik. Bu skolarizm gapini so'rab chiqishni hojati. Bu demokratiya bugungi holatda askolarninki oxirgi mas'ul. Jiq o'zgarib taraqqiyot oxirida siyosiy demokratiyani xulosaga o'tgandim dedim. Nechiqatim siyosiy erkinlik bilan to'xtadi bu gap. Chunki ba'zanlar skolarizmning ideologiyasi ba'zan ideologiya emas, bir mafhum tushunchadan iborat dedi. Xo'sh. Şunu o'tgan haftadan biz qurmoqchi bo'lgan davlat zamonaviy madaniy demokrat davlat degan ilohiy vahiyni manba qilgan. Bunun ensirishni hojati yo'q. Bu qarindosh bu kitobni ko'rib boqqan. Mulohaza qilgan. Islomning siyosiy nazariyasida bir bo'lik asos prinsip o'tirib qo'yilgan, tafsilot o'tirib qo'yilmagan. Xo'sh, xo'sh. Shu prinsiplar rioya qilgan asosida izlansa, tadqiq qilsa, boshqa falsafalardan, boshqa tuzumlardan taraqqiy qilsa, shuning ro'yidan chiqib ketmagan asosda bu yerda masala yo'q. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Vaqtimiz to'shib eshib ketdi. Yana bir qarindoshimizmi? Masalan, shu aqlning, islom aqlning ustiga qurilgan, aqldan qo'rqinchisi yo'qki degan va yuqoridagi inkosni yozgan qarindoshimiz bu masalalarni nihoyat yaxshi tushungan qarindoshimiz deb qarayman. O'zininki ziyon ichida degan bir naqsh ism kelib qoldi bu inkoslarni ko'rib. O'z vaqtida dutta bilan aytgan bir naqsh sistemi shuni o'ylab baqsa, islomning amaliyotda qanday bir din ekanligini nihoyat ro'shan tushundi deb qarayman. Biz hech bir zaman dinimiz aqlga va dinimiz o'ttirib qo'ygan hech qanday bir narsaningki aqlga zid bir narsa yo'q dinimizda yani. Buni ro'shan bir aqli va inson bugun buningda ixtiloflashmasa kerak, balki bu dinga dushmanligi va ichida g'umba bu dinning bir yadrini ko'rolmayotgan insonlardan faqatlam musulmonlarni shunday qilib ketamdigan, ammo bizningki
biz şu havayı heves yani ko'nglim mening aş hiyolim nimani xohlasa shuning bilan yashashim kerakdi. Menga shu 4 kunlik dunyoda kerakdi. Men bir 4 kundan keyin boradigan 2 metrlik qabrga kirgandan keyin Allohning oldida beradigan hisob men uchun tamamen yo'q yani. Bu narsalarni ishim yo'q meniki. Deb o'zim yashab qolmasdim, balki boshqalarni diniy tushunchada, diniy hayotda yashayotganlarni nimish bunday yashaydi bu deb unimi so'rab shu o'zining fikriga ekanmoqchi bo'lgan insonlar dinimizni har xil ayıplash, har xil narsaga bo'xton chaplashga tirishadi. Millatda bu dinga azroq bir vaqtini bergan, o'zini musulmonlar deb qaragan bo'lsa, musulmon emas deb o'zini aldaburun e'lon qilgan bo'lsa, uningla hech kimning ishi yo'q. Partiya quram, davlat quram, nagashkanlarga bo'ldim. Zalali tanladim, dozan tanladim deydigan keyin emas bu. Musulmonni saqlayman deydigan odam to'g'ri yo'l tanlash lozim. Haqiqat ro'shan, botilmi ro'shan, yani hamma narsa o'tirdi yani. Uni aqli va inson xolig'ini tanlab mengishga albatta qodir. Shuning uchun bu dinimizniki qanchalik ro'shan, qanchalik insonning fitratiga Alloh yaratgan bu pok tabiatiga xitob qilganligini hech bir bu din haqida azroq izlangan, azroq bir Robbining kitobiga bunday bir qarab boqqan inson buni nihoyat ro'shan tushunib oladi deb qarayman. Qolgan inkoslarni shu ba'zilari inkor qilgan shaklda tushunmaganlikdan deb qaraymiz. Tushuning qayrindishim deymiz. Bu dinimiz hech bo'lmasa shu inkosni yetayotgan har qanday birisi masalan shu chuqur dinni ayirib o'tish kerak. Hala shuni anglab turibmi yana albatta bir program bilan uning butun fikrini yillardan buyon insonning zihniga singib ketgan o fikrlarni bir programmadan keyin deblam uni chuqur Allohning dini bo'yicha bo'lsin ekan deb qaraydigan fikrga akib etish unda bir qo'limizdan kelmaydi hech kimniki. Uni ham talab qilmaymiz. Tushuning bu va buningga o'xshash boshqa diningizni o'sha yozayotgan qarindoshlarning har qanday men chuqur o'zini musulmon deb qaraydigan qarindoshlar deymiz. Hammasi siz kim bo'lsa men musulmon, men shundaq necha ming yillik islom tarixiga bir Uyg'ur millatining a'zosi deb qaraydimishadiki, butun inkoslarni yozayotgan qarindoshlarimiz. Ammo fikr nurg'un orqa ko'rinish va bu insonning har bir insonning yashagan, cho'ng bo'lgan, olgan, o'qigan bilim saviyasi buningga ko'ra onun da bir fikir tushuncha hosil bo'lgan. Bu albatta bir kunning ichida bir darsdan o'zgarib ketgan narsa emas, ammo siz diningizni tushunib boqing. Madamiki siz o'zingizni men musulmon degan ekansiz, bu dinninki Alloh subhanahu va taolo bizningki, ya'ni seni yaratib qo'yib, uning kayinda sen xoliqni qil, sen masjidga kirganda meni to'nigan, uning kayinda sen bu dunyo hayotida, tijoratingda, siyosatingda, davlat boshqarishingda xoliqni qil, ya'ni 4 inson birlashib o'ltiriblar. Bu dinni hiç aralashtirmay turib mansang buldu demdi bu Rabbimiz. Yani bu dinimiz shunchalik puchak dinmi yani. Hiçbir narsamizga aralashmaydigan yani. Bu Allah shundaq bizningki masjidga kirganda o'ylab qolgan vaqtda nikoh o'qganda lozim bo'ladigan dinmi bu? O'ylab boqaylik, o'zimizning diniga o'zimiz bunchalik bu dinimizni bunchalik puchaklashtirmaylik. Bizning dinimiz hargiz yuqorida bu uzun yillik tarixda poplar tarafidan o'zgartirilgan onun bütün özününki bu Hristiyanlıkla büyügenki özgürüp ketken demesine okusaklan bir yerde nurgulluğun kanlık tarih olup ketken bulanın demesine. Özünün kitapları birleşip bulanmay. Müslümanların kayıs tarihi de bundan bir iş oldu. Büyügen ta meşrikten mağribkice bir insan bir Allah'ın kolu mertebesi nimbub kessin Allah'ın kitabının bir harfini uyaktın bir yakı özgertip edelim de. Onun birer suresine Meşrikteki birisi mandagarak okusa, başka birisi mandagarak okuyduğun bir iş var mı? O'ylab bakaydı. Bugün bütün kafirler, bütün dünya bununla hayran yani Müslümanların ki bu derecede yani Allah özü vədi qılğan bir dinin sahibiyiz yani. Ben onu özgertiştim, ben özüm saklayman deb Allah özü vədi qılışqa bütün dünyada milyonlagan insanın kalbide hem bu Kur'an-ı Kerim Fatiha'sından başlap nasqışı var. Yada halatda bo'ldi. Bugün bana ko'rsatib qo'ying qani. Bugün mushunda dunyoni var qilayotgan misan. Dünyada en çok unvonga erishgan bir Hristiyan, bir pop, bir papaninki o'zining muqaddas deb qaragan kitobini boshidan alifidan boshlab oxirgi zesigacha yodi biladigan, qaramay turib biladigan bir popni topa olamsiz dunyoda. Bu dinninki qanchalik haqiqat ekanligini, siyoset, din hayatımız hiçbir zaman ayrılmaydiganligini o'sha yerda
bu uçurlarga, inkaslarga göre şu narsa şu Kur'an-ı Kerim'deki bugün şu dinsizler, din bilen siyasetini ayırıp etiş gerek dep qaraydiganlar, bu bütünle ayrım buluş gerek dep qaraydiganlar, kuludan kelgen bolsa Allah'ın Sure Nisa'daki 58. ayetini Kur'an'dan ep taşlayıp öterleydi. Ama afsus ki min kısanlama ep taşlayamayızlar bunu. Allah dedi ki inna Allaha ya'murukum en tu'addul amanati ila ahliha ve iza hakamtum beynen nasi en tahkumu bil adl. İnna Allaha ni'ma ya'izukum bihi inna Allaha kana semi'an basira. Yani Allah Subhanahu wa bir yerde amanet siyasetçilik bütün tefsir alimler dedi ki bu bütün ayetdeki narsa bu Ahmetninki Sametki 100 so'm yoki palani bir amonatni san birisi amonat yuribdikan shuni topshirib ber degan gap emas. Bu butun dunyodagi siyosatchilarga, musulmonlarni boshqaradigan ishning ustidagi liderligi, rahbarligi xitob qilyapti bu yerda Alloh subhanahu taolo. Hey insonlarni boshqaradigan siyosat elib boradiganlar, Alloh sizlarni amonatlarni ahliga, sizning yaqiningga yoki sana aqış qilganga emas, ahliga bütün her bir huquq qo'ygan vaqtingda kimni qanday vazifaga tayinlagan bo'lsang, shu vazifani eng mukammal shaklda ado qila oladigan insonlarga topshirganda. Buyruq Allohning buyrug'i. Alloh buningga buyuruydi. Agar insonlar o'tirsida hukm chiqarsanglar, har qanday bir hukm bo'lishdan qat'iy nazar, an tahkumu bil adl. Adolat bilan hukm qiladi. Bu siyosat bo'lmay nima bu? Adalet bilen hüküm kılışqa buyuruyor dedi. Ve dedi ki Allah'ın innallaha Allah sizlerine nime degen güzel vez nasihat kılışlar. Ve muşnunga buyurup boğan Allah dedi ki bununla ergişemsen, bununla kulak salamsan, muşnunga emel kılamsa kılmamsan bu Allah sizlerinin kılıbatkallıklarını anlap durdu, körep durdu dedi. Bu ayetki bu buyrukka kanda kıldık Allah'ın bununla kulak salamdı. Hareketinler neymi buldu? Hemmini Allah anlap durgucu, körep durgucu dedi. Bu ayetini kullanıladığın kelgen bolsa üçürü ötettiğinler Kur'an-ı Kerim'den. Ve bu fikirdekiler üçürü ötken buladı Allah burun. Ve Allah yine Kur'an-ı Kerim'de yüzlügen ayet o bunun oşa ayetler. Ve Allah ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. Siyaset, bu dinimizde siyaset olmayı değil mi? Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne itaat kılına boysun yapılıp sizlerinin içinlardaki emirlerge, rehberlerge itaat kılışına. Bu siyaset olmayı mı bu? Ya ki başka bir rehberliğe, başka bir dinsizliğe ya ki Roma imparatorluğuna ergişinler diyen gap mı bu ya? Sen özünle bilgin başka hiçbir işe arlaştırma. Bunun okşayan yüzlügen ayet-i kadirli kıyımdaşlar. Biz elbette bu kallemizi silk etişimiz gerek. Biz asli dinimizdeki bunçuvala en güçler iyi boğan bir halk dinimizi biraz düşünüşke uğrunsak bu inkaslarda buluvatkandak bu fikirde bulmaydık inşallah. Rabbim insan özünün bilmeydiğin neslige düşman buldu. Şu an bileyle aldı ölen. Bilmey durup düşman bulmay bu neslige. Bilişki tirişeyli Rabbim inşallah her birimizi doğru yolda doğrunu görüp doğruğa emel kıldığın batılını görüp batılının nahaq, haqsız bo'lgan səfsətə bu nəslərini görüb, bilib, onundan yıraq durduğan bir küç, bir düşənçə ata qılsın Rabbimizə. Allah ömür bəsi aldığımız ki, həftə başqa bir temada görüşkəcə aman boğayslar. Esselamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.